sizlarga xoya gullarim ko'rsatmoqchiman. Nima? Bu balezni kasal bo'lgan xoya gulim. Eslaringizga bo'lsa, mana barglarni uchiga hali ham sariqlari bor. Ko'p barglarni olib tashladim. Mana yangi chiqqan bargi ham nima? Kuchi yo'q. Butoni bor, butoni bilmayman, bu ko'karadimi? Bu gullaydimi, gullamaydimi bilmayman. Ana o'sha xoya gulim bu, kasal bo'lgan. Lekin men shuncha xoya gullarim bor. Nima? Kommentariyaga bir kishi yozibdi-da, nima xafa bo'lmang, xoya gulimni men sizga shunday tekin berayoraman deb. Rahmat azizlarim, rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Nima? Eshitib, nimagaki yaxshi insonlar hali ham bor-da. İnsonlarning yaxshisi juda ham ko'p. Ko'pchilik aytadi-da, yaxshi insonlar, oldingi insonlar qolmagan hozir. Hamma pul dardiga, hech kimga mehr oqibat yo'q, nima, jigarchilik kamayib ketgan deb aytadi-da. Lekin azizlar bor ekan, yaxshi insonlar juda ham ko'p. Qaysi ko'z bilan qarasak, xuddi shunaqa insonlar ko'p-da. Yaxshi ko'z bilan qarasak, yaxshi insonlar bor. G'arazli niyatda qarasak, shunaqa g'arazli, diliga siyohli insonlar ko'p. O'sha uchun rahmat deyman hammaga. Xoya gulini shunday o'zim beraman deb juda ham xursand bo'ldim. Aslida xoya gulim ko'p, lekin o'sha kun birinchi marta ko'rganimga mana bu bargchasi oftobga qo'yganimga bo'lganman. Nima? Lekin ancha munchaga mana kasal bo'lmasa, xoya gulini bargini olib tashlash juda qiyin-da, tushunyapsizmi? Bargini uzish juda ham qiyin. O'zi aslida sog'lom barglar uzilmaydi tezlikka bunday qilsangiz. Lekin kasal bo'lgan barglari tez uziladi. Mana bu xoyama chirinka, bular hammasi detkacha edi. Bu 1 yillik chirinka. Mana bu bargini qarang, katta bo'lganini. Ana. Bargi juda ham katta bo'lgani, chiroyli bo'lib, qizilcha bo'lib, yangi shoxchalar chiqarmoqchi mana. Bargi shunaqa chiroyli bo'ladi birinchi chiqarayotganda. Ana. Rozvicha bo'lib, chiroyli bo'ladi. Bu nima? Bahorgi chirinka. Bu hali uncha o'zini tutib, juda ham chiroyli bo'lmagan. Mart oylarigami, shunaqa martgami yoki fevralgami o'tkazgan chirinkam bu. Keyin kommentariyada yana bir kishi aytdi, "Meni xoyam bunaqa yumaloq emas, azizlarim, bu ham yumaloq emas." O'zi aslida mana bu chirinka, mana buni yaqinda qilganman. Uzun shoxlarini uzun bo'lib ketadi-ku, shularni kesib chirinka qilganman mana. Juda ham uzun. Aytaman sizga, o'zi 1 metr pachti. Undan ham ziyod bo'lishi mumkin. Mana oddiy baklashkani kesib, ichiga torf solib, shunaqa chirinka qilganman. Nima? Aslida o'zi shunaqa bo'ladi, xoya uzun bo'lib. Endi menga shunaqa sorta. Endi xoyalar sortlari juda ham ko'p. Qaysi qanaqa bilmayman-ku xoyalar. Faqat men shunaqa xoya. Men juda ham gulni mutaxassisi emasman. Prosta yaxshi ko'rganimdan, gulni yaxshi ko'rib sevganimdan, chiroyli ochilib turishini xohlaganimdan ekaman. Lekin mukammal men bilmayman. Xoya qanaqa haroratni yoqtiradi, qanaqa joylarga yaxshi o'sadi, uni ham bilmayman. Lekin men hozirgi kunda podagonlikka qo'yib keldim. Mana shuni eng katta birinchi ona xoyani shu mana tuvagini almashtirdim, tomirlarini yuvdim. Rahmat, shuni ham xursand bo'ldim. Ishonasizlarmi, shuni ham xursand bo'ldim. Alhamdulillah deyman. Rabbim menga shunaqa yaxshi insonlarni videolarini ko'rishga musharraf qilganidan juda ham men xursand bo'ldim-da. Bu qarang, qanaqa qilish kerakligini bitta men обязательно ularga albatta o'z rahmatimni yozib yubordim men. Chunki erinmasdan menga shuncha ma'lumotni bersalar, men uni bee'tibor qoldirmayman. Men albatta rahmatimni yozib yubordim. Juda ham xursand bo'ldim. Alhamdulillah, bizani musulmonlar juda ham mehrli, oqibatli ekanligidan
bir nimani ko'rsa bee'tibor o'tib ketmasligidan-da. Masalan, e'tibor bermay o'tib ketayotgan insonlar qanchadan qancha. Lekin erinmasdan kirib, kommentga yozib-da, shu gulim qiynalayotganligini ko'rib, bu gulim qiynalganiyam men ham qiynaldim-da, to'g'risini aytsam. Gullab turgan gulingizni bugunisi borsangiz, gullari qap-qora bo'lib qolgan, barglari strashniy holatda ko'rsangiz juda ham xafa bo'lib ketasiz-da. Lekin aslida gullar ko'p, hammasini o'zini o'rni bor-da. Bu eng birinchi gulim. Bargidan ham bilsangiz bo'ladi, eng mana qarigan shoxlari deydimi? Qarigan shoxlari. Allohim shunaqa mukammal qilib yaratganda har bir narsani vaqt o'tgan sari jozibasini, nimasini oladi deydimi, yoki shunaqa qarigan barglari bilinib turadi-da. Mana yosh, mana qarang, yosh, go'zal, krasiva bo'lib turibdi. Mana buni bargi juda ham chiroyli bo'lib, yosh, chiroyli bo'lib turibdi-da. Har bir bargi bitta uy emas, har bir mana barglari juda ham katta, o'zini tutib olgan, tuprog'i yoqqan, joyi yoqqan, vaholanki bu necha marta yiqilib ketadi. Mana bunaqa joylarga qo'yaman. Necha marta yiqilib ketaman. Shu dekabristim, ichiga dekabrist suqib qo'yaman. Men odatim birma ko'rsam, shappa bir yerdan yulib, shuni oldiga tiqib qo'yib ketaveramanda. Shunaqa odatim bor. Lekin gullab, yashnab, bag'ringizni, ko'zingizni xursand qilib, mana bahri dilim ochiladi. Buni har bir ko'rayotgan, buni chiqayotgan detkachalarini qarang. Xursand bo'lasiz albatta. Nima? Mehnatingiz nimasi deydi? Mehnatim evaziga berilayotganda menga bular. Ana. Detkachalari. Bu tarafdan ham juda ham ko'p detkachalar chiqargan. Ko'rinayotgan bo'lsa, juda ham ko'p detkachalar chiqargan. Xursandman sizlardan. Kattakon rahmat. Har bittalaringizga ko'rayotgan vaqtlaringizga achinmanglar, ko'rayotgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Men juda ham xursandman. Sog' salomat bo'linglar. Har doim Allohga omonat bo'linglar. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Ana sizlarga yana nima ko'rsataman? Gapim tugay, yana gap boshlanib ketadi-da. Mana bu nima? Dekabrist gulim. Ana butonchalar qilish boshlagan bular ham. Bu nima? Katta gulim bor edi. Sirri stress olmaydi, bir o'sib o'smaydi, qolib qolmaydi, gullab gullamaydi. Sirri stress olmaydi. Joyini o'zgartirdim buni. Gulim u tarafga qo'ydim. Ana stress olsin deb ana shu tashqariga qo'ydim. Kesib tashladim. Bu juda ham katta bo'lib ketgan, gabaritni bo'lib, juda ham chiroyli bo'lgan, lekin o'smaydi deng. Bular dengizni o'smaydi. O'sha uchun kesibdimda, bunga suqib qo'ydim. Juda ham yaqinlab suqqanman. Endi archalarni bunaqa nimalari ham tushgan. Shunaqangi suqib tashlaganman, lekin hammasiga o'zgarishlar bor. Hammasi shunaqa nimaga. Mana bunaqa shoxcha chiqaribdi. Hammasiga bor shunaqa shoxchalar. Keyin bittasi mana ochilgan, bir dona ochilgan. Ana bir haftadan bo'z turibdi. Ana shu gul, ishonasizlarmi? Bir hafta bo'ldi shu gulga turganiga. Lekin bu yerga ikki xil sortini ekilganda, ana shu sorti juda ham yaxshi gullaydi. Mana shu rozvi bir xil bor, menga juda ham ko'paytirib tashlaganman, bir xil bor. Yaxshi gullaydi. Gullarni doim ko'raman, lekin ana bu ingichka sorti kimda bor? Gullaganmi shu? Mana qarang. Xudojon, bu chiqib ham ketdi bu. Lekin tepasidan nima bo'lib turibdi? Yomg'irlarga urilib, surilib chiqib ham ketadi-da, ko'bisi chiqib ham yotgandir. Qarang. Shunaqa. Hammasi mana o'zgarishlar bor bunga. Bu xoya gulim shunaqa uzun. Globus dedilar-ku.
Men buni o'zim mana bunaqa vishelkalar borki, oddiy simlik vishelkalardan shakl beraman-da, shunday aylana holatda, xohlasangiz yurakcha holatda ham bor, aylana holati ham bor buni. Shunday prujinacha qilib bunaqa qilib shakl bersangiz bo'ladi, ikki tarafdan juda ham chiroyli qilib shoxachalar qilib. Endi bu siz ideyangizga bog'liq, o'zingizni xayollaringizga nima kelsa shuni qilavering. Lekin o'zi aslida xoyalar shunaqa o'sadi, uzun bo'lib turadi. Mumkin uzun tepaga qo'yib uzun qilib tashlab qo'yishni ham juda ham yaxshi ko'raman. Birinchi katta xoyam shunaqa qilardim, baland joyga qo'yib, shunaqa uzun jamalak bo'lib tushib turadi, juda ham chiroyli bo'lardi. Keyin bunaqa holatga ketirdim men. O'zgarishlarni juda ham yaxshi ko'raman. Bir xil holatdan zerikaman. Hozircha shunaqa. Yana agar biron xil ideyalarim kelib qolsa, yana bir xil o'zgartirish niyatlarim bor bularni. Lekin buni ochish qiyin juda ham hozir. O'ralib ketib bo'ldi-da, o'sha yangi chiqadi, o'rab qo'yaveraman. Yangi shunday shox chiqaversa, o'rab qo'yaveraman. Ana shunaqa. Sog' salomat bo'lasizlar. Ketkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Kunlaringiz xayrli va barakotli bo'lsin.